kuryer o'limida seni qo'ling bormi? Men pok inson emasman. Lekin xiyonat qiladigan darajada pastkash emasman. Hali buni vaqt ko'rsatadi. Hami, tayyor bo'ldimi? Tayyor. Voy maraz. Bu guruh nafaqat giyohvand moddalarini tarqatish bilan shug'ullanmoqda, balki ular qanchadan qancha yoshlarni giyohvandlikka moyil qilib qo'ymoqda. Shu bois guruhni boshini zudlik bilan fosh qilishimiz kerak. Shahardagi barcha kameralarni nazoratga oling. G'ulomov ishi bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Shu ko'chani zudlik bilan nazoratga oling. Borgan traktor bu degani qora dori, zo'r ekani qimori ko'rinmaydi xona zo'ri, bari yigitlarni zo'ri, qora dori xaridori, kechagina mard bola, bugun shunchaki bezor. Man deganida zo'rman, bugun endi kelman degan savol ko'ndilang, ahvolini qarang. Seni qutqarmoqchi edik. Bilasanmi hozir sen nima qilding? Tez yordamni chaqir. Ishimiz 5 bo'ldi, ha? Nechta bo'ldi o'zi? 34 ta zo'r ishladik. Kimga ishlaysan o'zi? Hey! Buni Joni olib kelgan, uni hayotini qutqarib qo'ygan. Hami, sen bizni xursand qilding. Juda yaxshi ishlading. Hami so'zining ma'nosini bilasanmi? Hami forschada himoya degan ma'noni anglatadi. Hami, bizni himoyachimizsan. Ishonchimizni oqlading. Endi senga bundan ham katta ishlar bor. Bu bilan biz butun shaharni qarang qila olamiz. Albatta. Bu natijaga tez soniyada erishamiz. Qimirlama. Qo'lingdagini yerga qo'y. Senlar bitta odamni emas, butun bir avlodni zaharlayapsan. Sen sotayotgan bu oq kukun har bir dozasida bitta onaning yig'isi bor. Senlar yoshlarni kelajagini qo'ldan chiqarayotgan xiyonatkorsanlar. Qay vijdon bilan o'z yurtingda turib o'z xalqingni zaharlayapsan? Kim sotdi? Sizni topshirig'ingiz a'lo darajada bajarildi. Sotqin. Hami so'zi forschada himoya degan ma'noni anglatadi. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari hissiyotga emas, qonunga bo'ysunadi. Men Sen. Aslida sen o'sha kuni o'zboshimchalik qilmaganingda biz ilonni dumini emas, boshini ushlagan bo'lardik. Qurbonlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Shuning uchun oralariga o'zimizlardan kirgizishimiz kerak. To'g'ri, lekin juda ham xavfli. Bu topshiriqni o'z zimmamga olaman. Xo'p bo'ladi. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosi vatanimga sadoqat bilan xizmat qilishga, konstitutsiya va qonunlariga qat'iy amal qilishga, vatanimni himoya qilishda jonimni ham fido qilishga tayyorman. Senlarga o'xshagan vatan xoinlari qonun oldida o'z jazosini olish kerak. Olib keting.